Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 23 va 24, 25 mart kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Ushbu 3 kunlikda O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yomg'ir yog'ishi ma'lum bo'ldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar boshqalar ham tezroq xabardor bo'lishi uchun videorolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz sizlarga eng so'nggi va doimgidek tezkor xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Diqqat qiling, O'zgidromet 3 kunlik ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 23 mart kuni havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari esa 25-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. 23 mart kuni ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati 23 va 24 mart kunlari kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari esa 23-28 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida 22-23 mart kunlari ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 21 martdan 23 martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 24 mart kuni ayrim joylarga yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan yo'nalishini o'zgartirib 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 10-15 daraja, kunduz kunlari 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 22 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 23 mart kuni ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 7-12 daraja iliq, kunduz kunlari 17-22 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 23-24 mart kunlari ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda qorga aylanish xavfi bor. 24 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 mart kunlari 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda.